Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtəmin Əli Əfəndi Xitay Kucha mədəniyyətini atalmış Xitay mədəniyyətiga boysundirish maqsadida mustamlikchilik hikoyasini ilgari surishga urinmoqda dedi. Tajovuzchi Xitay o'zining Şinjan əzəldən Jungo'nun ayrılmaz bir tərkibi qismi degan səfsətisini yeyib, xalqның eڭiga singdirib ötish orqali Şərq Türkistanni əbədiy o'zining zimini qilib olish tirishchanligini birdammo bo'shashtirib qo'ygani yo'q. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin rəhbərləri bununğa vaqtida rəddiyə berish orqali dünya cəmaətining qaymoqishining oldini olish tirishchanligini kuchaytmoqda. Xitoyning vatanimizdagi numussiz zuvani Şinjan xalq to'rining 15 dekabr kunidagi xabarida mundaq deyildi. Muxbirning Şinjan mədəniyyəti kəsbi taraqqiyot məbləğ selish giroyi çəklik şirketidən egallishicha, qadimiy usulluq teatr Kuchaning tunji navbatlik mamlakatlik sayohati yaqinda Harbinda oxirlashdi. Bu sayohat Shanxay, Hangzhou, Ningbo va Beijing qatorliq 7 shaharga berib, 12 mingdan ortiq tomoshabinni jalb qilib, Kucha muzikasi va usulining go'zalligini zamonaviy sahnaga elib keldi. Bu o'yinlar borgan yerida ko'rurmanlarning qizg'inligini qo'zg'ab, Şinjanның cho'nqur tarixi va madaniyat meroslarini har qaysi rayonlarda namoyon qilib, munavvar an'anaviy Jungo madaniyatining go'zalligini namoyon qildi. Kucha nomli usulluq dramani Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining tashviqot bo'limi tashkillagan va yetaklagan. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati shuningdek Şinjan madaniyat sayohat mablag' selish giroyi cheklik shirkati birlikda ishlagan. Bu teatr dangliq raib Komarijivaning Budda dinining sharqqa tarqalishini asosli hikoya liniyasi qilib, Xuanzangning g'arbga berib, Budda dinining muqaddas kitoblarini qo'lga keltirish safarining vaqt olgan ko'z qarashini birlashtirgan. Sumuji, Pirajna dunyosi va Tangrilarning usuli qatorliq boblar orqali qadimgi Ipak yo'lidagi muhim shahar Kuchadagi madaniyat almashtirish sahnasini jonliq qayta namoyon qiladi. Qizilg'ar rasmlaridagi musiqa va usul tasvirlaridan ilhom olgan bu asar klassik usul, balet, zamonaviy usul va Şinjan milliy xalq usulini birlashtirib, munavvar an'anaviy Jungo madaniyatining ijodiy o'zgarishi va yangilik yaratish taraqqiyotini amalga oshirdi deyilgan. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtəmin Əli Əfəndi bununğa dəl vaqtida rəddiyə berib mundaq dedi. Kucha nomli teatr Xitoyning cho'ng shaharlarida aylanib yuribdi. Bu teatr Xitoy Kompartiyasining Xitoy kültürünün qadimqi g'arbga tarqalishi va Xitoyning bayoni bo'yicha yovvoyi g'arbga siyosiy jihatdan ta'sir ko'rsatish va kulturni beyitishdagi muhim rolini namoyon qilish qatorliq tashviqot bayonlarini kuchaytirish maqsadida loyihalangan. Lekin tarixiy reallik butunlay aksicha. Bu hikoya hozirgi Sharq Turkistondagi Ipak yo'li vodiysi, Hindiston, Tuxar va Iron madaniyatlarining aralashmasi bo'lgan Kuchada tug'ilgan, milodiy 314-yilidan 413-yillargacha yashagan Komarijivaning hayotini tasvirlagan. Komarijiva Mahayana Budda dinining sharqqa Xitoyga tarqalishiga yordam bergan. Yarmi Hindistonlik, yarmi Kuchalik aralash ajdodning avlodi bo'lg'achqa Kuchaning dunyoviy atmosferasida cho'ng bo'lgan. U Ipak yo'li savdosi orqali Kuchaning mo'l Budda san'ati uslubini vositalik holda Xitoy simvollariga singdirgan. Buni qizil g'arlardagi tam rasmlaridan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ularning to'pisi O'rta Osiyodagi aralash Budda dinini Xitoy madaniyatining asosiy elementiga aylantirgan. Amaliyotda ular qadimgi Kuchaning qadimgi ilm markazlarining biri bo'lish sifati bilan alayda Hindi-Yevropa madaniyat markazi sifatida Xitoy madaniyat sohasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatganlikdan iborat boshqa bir xil texmo haqiqiy bir hikoyani ifodalaydi. Hozir Xitoy tarixiy reviziya va sohiblanish yo'li orqali Kucha madaniyatini atalmış Xitoy madaniyatiga bo'ysundirish maqsadida mustamlikchilik hikoyasini ilgari surishga urinmoqda dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtəmin Əli Əfəndi öldürülayotgan qarindaşlarınızga xiyonət qilishqa, ularni unutib ketishga majburlagan düşman oxirgi hisobda kimligingizga xiyonət qilishqa, kimligingizni unutuldirishga uringan düşmandir dedi. Türkiye Radio Televiziyasi xabar torining 16 dekabr kunidagi xabarida 15 dekabr kuni Dünya Türk Tili Aile Kuni, Türk dunyosining o'rtaq madaniyat merosi va til birligini tabriklaydigan ma'nilik bir kun sifatida tarixga kirdi. Bu alayda kun yana bir qatam Orxun xotiralaridan tortib, hozirgi o'rtaq turk ilifbasi uchun qilinayotgan tirishchanliklargacha bo'lgan turk tilining necha ming yillik yo'li va birlashtirish rolini namoyon qildi.
15 dekabr kuni Türk dunyosi uchun o'zgacha ahamiyatga ega. 3 noyabr O'zbekistonning Samarqand shahrida o'tkazilgan 43 navbatlik Birlashgan Davlatlar Ma'arif, Ilm-fan va kultur tashkiloti umumiy yig'inida 15 dekabr kuni Dunyo Turk tili oila kuni qilib bekitildi. Türkiye, Azerbaycan, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston tarafidan sunilgan 26 davlatning birlikda qo'llashi bilan o'tkazilgan bu qaror Türk tilini qo'g'dash, kelgusi avlodlarga yetkazish va xalqaro darajada ko'rinishni kuchaytirish yo'lidagi muhim bir qadamni ifodalaydi. Türk tilining eng qadimiy va eng cho'nqur yiltiz tortgan merosi bo'lgan Urxun xotiralari 1893 yili Daniyalik tilshunos Wilhelm Thomson tarafidan bayqalgan. Bu kun Birleşken Devletler Ma'arif, İlim-fan va kultur tashkiloti tarafidan dunyo miqyosida e'tirof qilinib, Türk tilining faqat aloqa quroli bo'lib qolmasdan, balki tarixning jonliq guvohchisi va birlikka keltirguchi kuchi ekanligini dunyoga jakarladi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli natijalanishida Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning Türk davlatlari boshliqlari yig'inida qilgan chaqiriqi, yig'inda tashlangan qadamlar ta'sir ko'rsatdi. Bu alayda kun Türk tili tarixini tabriklash, til engini oshirish va Türk davlatlari orasidagi kultur madaniyatining bir gavdalanishini kuchaytirishdagi burilish nuqtasi deyildi. Sharqi Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi Doktor Mamtuman Ala Efendi ijtimoiy axborot vositalarida buningga raddiya berib, 15 dekabr kuni Dunyo Turk tillari kuni qilib bekitildi. Tonutish materiallarida Uyg'ur tili va Sharqi Turkiston bayrog'i chetga qildi. Türk dunyosining qadimgi tillaridan biri bo'lgan Uyg'ur tili bo'lmay, hech bir Türk tili oilasi butunlashmaydi. Haqiqiy bo'lmaydi va ahamiyatimi bo'lmaydi. Uyg'urlar yashagan tragediya va barliq Türk jamiyatining buningga qarta sukuti bo'ladigan, mayli u til, kulturel, siyosiy va boshqa jihatda bo'lsin, Xitoyning tahdidi ostida qo'rqish ichida mavjud bo'lgan muddat ichida hech qanday Türk jamiyatining ahamiyati bo'lmaydi. O'ltirilayotgan qarindoshlaringizga xiyonat qilishga, ularni unutib ketishga majburlagan dushman oxirgi hisobda kimligingizga xiyonat qilishga, kimligingizni unutildirishga uringan dushmandir. Bundaq bir xiyonatning natijasi 1000 yildan ortiq vaqt ilgari Ko'k Türk xonligi davrida qo'pirilgan Urxun mangu toshlarida yozilganidek o'z-o'ziga xiyonat qilish va o'zini yo'qotishdan iboratdir. Bu ogohlantirish qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizning peshingizni qo'yatmaydi dedi. Xitoyga qarshi tanlangan komitet xabar torining 17 dekabr kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasining Xitoyga qarshi tanlangan komiteti tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining Amerika Energiya ministrligidan qandoq foydalanib, Amerikalik bosh topshiruvchilarning puli bilan mablag' so'yilgan tadqiqotlarga erishganligini va uni o'zining harbiy texnikalik taraqqiyotiga ishlatganligini oshkorlagan. Xitoy ishlari komiteti raisi John Molinar bu qatimqi tekshirishning Energiya ministrligining tadqiqotini kafolatlantirolmaganligi va Amerikalik bosh topshiruvchilarni Amerikaning eng chong dushmanining harbiy taraqqiyotiga mablag' solishga majburlaganligi, muhim tadqiqot va texnikalik yangilik yaratishni nazorat qilgan bu tarmoqning Xitoy tarafidan foydalanadigan tadqiqot hamkorligiga yo'l qo'yganligidan iborat cho'nqur andishalik bir masalani oshkorlaganligini, tarmoqning bu foydalanishga yo'l qo'ygan yordam puli olg'uchilarga mablag' solishni to'xtatishi va bosh topshiruvchilarning jafoliq topgan pulini qo'g'dish kerakligini aytgan. Kengash palatasi istihbarat komitetining raisi Tom Cotton bir qancha yildan buyon Xitoy muhim qo'sh ishlatiladigan texnikalarga va keyingi avlod harbiy aeroplanlar, elektronlik urush sistemasi, radar bayqash bilan bevosita munosabatli texnikalarga oldingi safda erishib keldi. Bu dokladagi natijalarga asoslanganda Xitoyning Energiya ministrligidagi oldingi qatordagi bosh topshiruvchilar mablag' solgan tadqiqotlarga singib kirishi oxirlashishi kerak. Amerikaning dushmanlari davlat bexatarligimizga xavf yetkazadigan sazgur texnikalarga oldin erisholmasligi kerak degan. Avom palatasi istihbarat komitetining raisi Ray Crawford 10 yildan buyon Xitoyning xalqaro tadqiqot hamkorligi nomi ostida aqliy milk o'g'irligi, tor josusligi va qonunsiz texnika yetkazish bilan shug'ullanib kelganlikdan bexatarligimizdagi ojizliklardan aktiv foydalanib, Amerikaning yangiliklarini o'g'irlab, ularni faqat o'zlarining manfaati, Amerikaning aniq va bevosita ziyoni uchun ishlatayotganligini aytgan. Bu tadqiqot ahvoli Energiya ministrligi tarafidan ishlatilayotgan, federatsiya tarafidan mablag' solingan davlatlik tajribaxonalarda ishlaydigan Amerika olimlarining Xitoy Xalq Jumhuriyatining harbiy sanoat markazida Xitoy organlari bilan birlikda tadqiqot olib borganligidan iborat reallikni ta'kidlagan bo'lib, tadqiqot keyingi avlod harbiy aeroplanlar, elektronlik urush sistemasi, radar aldamchilik texnikasi va muhim energiya, shundaqla aviatsiya ul aslahalarga munosabatli texnikalarni birlikda taraqqiy qildirishni o'z ichiga oladi ekan.
General Mahmud Mo'ytining 1938 yildagi xati. Muqaddas vatanimiz, söyümlük Türkistanımızның muhim bir qismi bo'lgan G'arb tarafi Rus qo'lida mahkumlik va asirlikka duch kelayotgan bir paytda Sharq qismi Xitoyning razil siyosatlari ostida zulm va javr jafo ko'rmoqda edi. Şanlıq Türk tariximizning qora sahifalarini tashkil qilgan bu dahshatli kunlar hech qachon tinch o'tmagan. Taqdirning jilva qilishini kutib yetib boqmagan edi. Türkistan Türkleri her imkoniyatdan foydalanib, ishg'olchi kuchlarga qarshi noroziligini ifodalab turdi. Aziz va shonu shavkatlik millatimizning ör va mustaqil yashash orzusi qadimdan tortib qon qiniga singib ketgan hukmronlik xarakteridan manbalangan yuksak orzu armoni edi. Ma'amal bo'lsinki, dushman kuchlik va zamonaviy tusda tayyorligi bor edi. Biz bo'lsak, mahkumlikning noqulay va qis bo'lgan shart-sharoitlari tufayli har taraflama yetishib chiqishga ulgurmagan edik. Ahvolimiz shundoq turibmi, biz yanada zulmga qarshi qonliq kurashga otlandik. Sharq Turkistonning keyingi mezgillardagi inqiloblari undan avvalgi inqiloblarga selishtirganda g'oyasi va tutgan yo'li e'tibor bilan alohida diqqatga sazovor bo'lishiga qaramay, dushmanning kuch-quvvati hamda Xitoy va Rusning o'rtaq nuqtasining kommunist markazlik bo'lishi jihatdan har ikkisining sapni bir qilishi ushbu kurashning shaklini butunlay boshqa bir tusga ilib kirdi. Bu sababdan Sharq Turkistonning navbatdagi inqilobi o'xshamagan nuqtalarda turib tekshirib tahqiqlanmoqi zarur. Chunki mazkur jangda dushmanimiz Xitoyning tarafini olib, uningga yordam bergan Ruslarning navbatdagidek orqa qisilib olishi va bu ikki azaliy turk dushmanining keyingi janglarda qo'lini qo'lga tutashtirganligi alohida bir ish va intayin xatarlik bir vaziyatdan bishorat. Sharq Turkiston inqilobini yaqindan kuzatmagan xalqimizning irodasini, zulmning, vahshiylikning azob-uqubatlarini bizchilik qiynalib his qilmagan yoki bularni bilishni xohlamaganlar inqilobimizni behuda jang yoki bo'lmasa behuda qon to'kish deb o'yladi va bizga avtonomiya va qonuniy barobarlik talab qilishni tavsiya qilishdi. Albatta biz avtonomiya va qonuniy barobarlik talab qilishning vatan uchun amaliylashadigan tarafini bu kurashni dastlab boshlagandalar bilib yetgan edik. Amaliyotda Xitoyning bizga bergan avtonomiyasi va o'z millatiga foyda elib keladigan jumhuriyat haq-huquqlari Turkistonimiz uchun elib aytganda yana shu asorat, yana shu zulm, yana shu izishdan boshqa narsa emas edi. Biz bu kurashni birovdan tilab elish uchun qilmadik va qilmaymiz. Tilab oladigan ish bo'lsa, uni urushsizmi qo'lga keltirgili bo'ladi. Ammo biz bir da'voni boshladik. Da'voyimiz mutlaq holda milliy qurtulishdir. Da'vo degan ekanmiz, qon to'kmay, qurbonlik bermay bo'lmaydi. Darvaqa intayin haqqoniy ravishda qon to'kdik. Söyümlük vatanimiz uchun ikkilanmay, o'xshanlik bilan jon berdik va bu yo'lda yana o'xshash g'ayrat bilan qon to'kishga tayyormiz. Biz milliy kurash harakatimizni boshlagan kunlarda bizga avtonomiya talab qilishni tavsiya qilgan va Xitoylarni uchirib ko'kka ko'targan, ular bilan yiriklashish emas, aksincha birlashishning foydali ekanligini ilgari surib maslahat bergan g'afillarmi bo'ldi. Biz bundaqlarning oramizdan yana kelib Sharq Turkistonliklarimiz orasidan chiqib kelishini asla xohlamagan va hatto undaqlarning chiqishini taxmin qilmagan edik. Biroq ming afsuski shu badbaxt tasodifiylikqa duch kelganimizdan achindik. O'zini Sharq Turkistonlik deb yurgan Aysabek o'g'li Yusuf, keyingi tunilgan ismi Aysa Yusuf Olibdikin degan birining Chin Turkistoni ovozi degan ismda chiqargan majmuasini ko'rib, uningdagi qo'pol gaplarni hamda bizning g'oyamiz va da'voyimizga ulg'un kelmaydigan fikrlar bilan Xitoy maddahligi qilganligini o'qiganimizda hayron qolgan edik. Ammo uning bolsheviklarning vahshiyona qilmishlari, odamiylikka yot qilgan atganlariga doir bayonlardan bir oz to'g'ri tushunib, uning Xitoyni madaylashini bir xil hol aytish va tasalli bo'lsa kerak deb o'ylagan edik. Biroq oraliqda u urush xabari nomli majmuasini chiqarib, o'zining atti bashirisini maydonga oshkor qildi. Aysa ismli yo'ldan chiqqan bu sotqin Sharq Turkistonliklar nomida so'zlab bizni bekmo numusga qo'ydi. Dadasining Xitoy kadri bo'lganligi sababli bek atqini qo'llanib yurgan bu Xitoyparastning yolg'iz Xitoylar bilan emas, doisi bo'lgan jangjeshidan keyin Rus bolsheviklari bilan birlashib ketganligi shubhasiz edi. Biz bu numussiz Xitoy vatanparvarning milliy da'voyimizga jiddiy ma'noda xatarlik unsur ekanligini o'ylab turganimizda, ya'ni bu mezgil 1938-yili 3-oyning 11-kunlariga to'g'ri keladi. Nasl nasabi o'ziga o'xshash gumonliq birisi bilan birlikda Hindistonga keldi.
matbuotda qilib kelgan propagandasini va Xitoy vatanparvarligini o'zi bir qo'lliq yuritishni va buni shahar kezib anglashni ko'ngliga bukib, ta Xitoydan Hindistongacha yetib kelgan bu Eysa tap tortmasdan menga Xitoyga qaytishni aytib, bu yerda menga beriladigan buyuk mansab lavqalarni salo qilib turdi. Uning bundaq qiziqtirishlari aslida uning chakana bir narsa ekanligini isbotlagan edi. Söyümlük vatanimda ilib borgan kurashlarimga hamda aziz yurtdoshlarimning samimiy tilak va orzu armonlarini ro'yobga chiqarish uchun ketayotgan milliy yo'limga to'g'ri kelmaydigan va tamoman zid bo'lgan bu taklifga mening beradigan javobim aniq edi. Aziz vatan avlodlarining muborak qonlariga behurmatlik qilish aqlimdan kechgan emas. Shundaqla bu yo'lda yurganlarning o'xshash samimiyat va orzu armon bilan xizmat qilayotganligi menga ayon. Hamda shundoq bo'lishini umid qilaman. Vatandan chet elga chiqqanligim hargizmi kurash qilishdan qochganligimdan qandaqdir keyincha yana Xitoyga qaytib mansab va maqom olish uchun emas, kurash hayotimda men bilan yonma-yon saf tutgan do'stlarimga ma'lumki, men hech qachon maqom uchun milliy g'ururimni sotmadim. Qandaqdir keyincha yana Xitoyga qaytib mansab va maqom olish uchun emas, kurash hayotimda men bilan yonma-yon saf tutgan do'stlarimga ma'lumki, men hech qachon maqom uchun milliy g'ururimni sotmadim. Mansab tutqunimdimi samimiy holda milliy mafkuramda ching turdi. Vatan va millatimga qarshi burchimda kurashga otlangan vaqtimda ichgan qasamyadim abadiy va izchildir. Eysa va uningga o'xshagan pasandalar yaxshi bilsinki, bu inqilob endi o'zining tegishli natijasini qo'lga keltirmoqcha to'xtab qolmaydi. Uning qahramon erkaklari mafkuraviy sohadan o'rin olib bo'lgan. Endi ular bu jangdan toki maqsadga yetmaguncha to'xtab qolmaydi. Mangan yo'lidan aslo qaytmaydi. Eysa haqiqatan xato adresga kelib qolganligini tushunib yetdi. Endi u boshqa yo'lni sinab ko'rishga boshlagan edi. U xo'jayini bo'lgan Bombaydagi Xitoy konsuli bilan birlashib tahdid qilish usulini qo'llandi va Britaniya Hindiston hukumatiga chaqishtirib bizni hibsga oldirdi. Bizni eng afsuslantiradigan ishlardan biri dal mush ish bo'lgan edi. O'limdan qo'rqmagan, eng nozik va sezgir ishlardimi tamkin turgan biz kabi kurash qiluvchilarning samimiyatiga hurmat qiladiganlik kutilayotgan atalmish gentleman Britaniya turlik murojaatlarimiz tursimi sabab va bahona ko'rsatishda butunlay chiqimchilikqa asoslangan holda bizni 28 kun qamab qo'ydi va bizni Hindistondan chiqib ketish sharti bilan qo'yib berdi. Agar bizni qamoqqa olganlar biz qarshi turayotgan Xitoy yoki Rus hukumatlari bo'lgan bo'lsa edi, ancha hayron qolib ketmas edik. Siyosiy panohlik tilab qilishimizmi bizga mehmon sifatida muomala qilishidan, chiroyli ravishda kutib olishidan boshqa talab kutilmagan Britaniya Hindiston hukumatining bu harakati Rusning yuzini qilganligidanmi yoki Xitoyga xushomad ifodasi bildirishdan bo'lganmi bilolmay qoldik. Haqiqatan tarafsiz deb bilgan insonlarimizning tarafbozcha bir tusda o'tirg'i chiqishidan echindik. Bo'lmasa biz undaq hodisalardan qo'rqib yo'lidan voz kechadiganlardan emas. To'mirimizda eqiyotgan qon bizning ong tuyg'ularimiz, irodamizdir. Do'st dushmanlarimiz shuni bilib qolishsinki, biz belgilik nishon va muayyan g'oya bilan ketyapmiz. Shunga bizning bu tabiiy g'oyamizga qarshi turganlarni dushman deb bilish majburiyatimiz bor. Shuni aniq qilmay bo'lmaydiki, dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'lolmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksicha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu kurashimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim, muqaddas g'oyamiz uchun ormay talmay oxirigacha xizmat qilish, qaysiz va shartsiz holda vatan millatning mustaqilligini kafolatga ega qilish yo'lida ilgirkidanmi bakrak, qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab otilmishdir. Sharq Turkiston Turk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. 1939-yili 2-oyning 24-kuni shahri Bombay. Yosh Turkiston majmuasi 1939-yili Hijriya 1358-yili 112-son. Uyg'urchadan Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Borxon Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.
Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.